Oy, siz bir otursunuz o. Siz... Ben aldığım bilezik dükkandaki. Ha? O bilezik sizde bağ mı yok mu hazır? Ba? Nasıl etmezsiniz o peki? Lekin ben mi yaktırgan onu? Şimdi şu apam tulan gün soğuk kalmak istedim. Şu an sizden... Hatta 100 bin kök setip verem ağa. Setpesem o meyli. Ha, Ama lekin mening bir şartım var. şart. Nima şartınız var? Dilim derya, onda fakat sen akasan. Dilim yıldız, unga fakat sen bakasan. Dilim derya, onda fakat sen akasan. Dilim yıldız, unga fakat sen bakasan. Dilim nurdur, sen yanımın nur çaçasan. Dilim bimar, onu fakat sen tapasan. Dilim nurdur, sen yanımın nur çaçasan. Dilim bimar, onu fakat sen tapasan. Dilim dilim, can dilim, gülüm gülüm, ah gülüm. Dilim dilim, can dilim, canı dilim. Dilim dilim, can dilim, gülüm gülüm, ah gülüm. Dilim dilim, can dilim, canı dilim. Sağlık koydum ha. 10 gün bu kaptı. Bilezikni emni beresiz. Benden aştan sirkip kettiniz mi? Bek seyrektim. Çak koydum. Emni beğenmişsiniz apam tuğlan kimi tepkisi de. Ehmiyet kalmaydı. Ha boptu. Undaq bolsa Mana 100 bin koy. 100 mingmi? Ha? Telefonumning ishga xos pek ishlamayapti. Telefoningiz berib turing. Mish qilsa? Berib turing. Bu nima ish qilsa telefonim? Sigara. Ha. Bu nima 40 ming yetib qolibsizmi? Aslidagi bo'yicha bo'lsin. Yana kelib necha vaqtni yog'izni men shopir bo'lib japa tatdingiz. Ho. Shaqingiz o'tmasin. Maaşımdan ha bu. Bo'pti. Bo'libdi. Yana Men ma'lum bunda ko'rsatib aschimi? Bo'ldimi siz faqat? Mashinam texcha olmadimi? 10 kun deb deyishgan tuqqu. Bo'ldi, buni degan mashinamni hargiz sizlarning yoniga olib bormayman. Qolgan gapni tushlikka ko'rishgan deyishayli, ha? Ama
ekansiz-ku. Sizni ko'rganga keldim. Bugun vaqt to'shqan to'xtamaganlar. Endi shu sizni ko'nab qopdimi? Chiqaman boshanga. Mamaysiz-ku. Ko'zini yumma. Sizga bir narsa berma. Ko'zini yumma. Boshqa? Sizga bir narsa berma. Bulan? Annecan. Rahmat. Chiroyliga rahmat. Hay. Gel kör. Ha, ma'qul. Chiroyliga. Namda. Siz neymiş unaqa amaliyotni tushundingiz? Ulan bana tushunmasam beka. Ular kerak pul bo'lsa men tushunishimni olaman. O'g'ildasangiz zat neymiş qildi? Neymiş o'zi terib qo'ygan bolani o'zi kelib jig'ishtirmaydi. Uning bilan aloqam uzbek uzoq bo'lib ketdi. Nima ish qilganligini bilmayman. 哎，来了，久等了。这个就是我给你说的那个项目。哎呦，不用看了，我相信你们。你若投资这个项目，我和胡马绝对不会让你失望的。对，我们三个是好朋友，你们需要帮助的时候，我应该支持你们。而且这个项目我已经看好了，很感兴趣。你们稍微等一下。真是太好了。来，艾热，来一下我们公司对面的那个咖啡厅。好。老板，这位是艾热，是张补经理人。有什么相关事情，他帮你们处理。这两位是胡妈和娜娜，是我最好的闺蜜。你好，你好，你好，很高兴认识你。好，你好。那这件事交给你了。好的，老板，请你放心。那没别的事情的话，老板，我拿着资料先回去了。好，去忙吧。哎，好嘞。你们放心吧。那真是太感谢了。不值得感谢。 Arası. Endi Huma degan qiz bola liq kuni biz ko'rishgan qiz bola shu. Ha, Huma deganimiz o mening eng yaqin do'stim. Hech kim zilli birga o'ynab chog'ladim. Amiz Humaningmi sodisiga siz mablag' sarf berib ekansiz-da? Shunday desakmi bo'ldi. Humaning puriga mablag' sarf. 你能够投资我们这个项目，我们真的是太感谢了。 不值得感谢，我们是好闺蜜，互相帮助是应该的。就算是闺蜜，这件事情你也给我们了，我们算了，客气了。行吧，我们这次合作愉快，那我们先走了。那往后的事宜我就直接跟艾热对接就行了。我们先走了。拜拜。好的，拜拜。 Ameliyatda g'ayrat degan dal mening Uni yomon niyati osh vaqtlardan mashinada. Bu Humaning yangi turgan mablag'ga 200 ming elib ketib ketdi. Nima? Uçak işkanlarının jurib qo'ygan vaqtimi? Yo'q,
Uçaklarda biz tanışkanlığa әмді 2 ay болған. Hem 2 ay bulu. 200 mingni qaqib beramiz. Vay, Huma adaş. Sen bizga tanıştırgan endi G'ayrat degan bolam faqat aloqalashamidim. Nima? G'ayrat yo'qolib ketdi? Ay, nega yo'qolib ketdi? Necha kundan oyoq o sizlardan bilamasmi? Qanaqa qilamiz endi? Sizlar mablag' sog'an 200 ming emas, uning qo'lda-ku. Hozir men dal vaqtida pulni joyiga solmaydigan bo'lsam, bu qitimliq sotib furstim ketdi qo'ldan. Bo'ldi, jiddiylashma adash, men hozirla uni bilan aloqalashib boqay. Bo'ldi. Ma'qul. Menga xabarini berasiz. Ma'qul. Yo'qolib ketdi degan gap endi. G'ayrat. Telefonni elim. Qandoq qilamiz? Keyin tunishqa har qanday odam uni unda qilganligini xiyoligim keltirmaydi. 怎么了？截止明天，我们要是还收不到定金啊，我再联系一下吧。他想让艾热负责这笔款的，现在艾热人找不到，电话也不接，我真的不知道该怎么办了。要不你跟迪亚讲讲，我也去联系一下熟人，看看能不能解决这笔钱。这样好吗？试试吧。我跟他说说呗。嗯。喂。Hey. Hemen sizga lozimli pulni avatatdim do'stlar. Oldingizda bek xijilman. Jiddiy pul lozim bo'lib qoldi. Oldingiz bek set turdi. Biroq mush qitimliq fursat ketib qolsa, boriq tirishchiligimning hammasini bo'ldi hozir. Bularni keyin boshqa ishlar olsa davron juma to'sqinman. Rahmat sizga. Ha bo'ldi. Ma'qul. Xo'sh. Mavu Dilyarning do'sti Nananing yordamidan qutulib oldim. Lekin men Siz saqchiga ma'lum qilmadingizmi? Bir o'g'on bola turib, qizvolning pulini qashlab olamda. 3 kun saqchiga ma'lum qilish uchun menga vaqtimda G'ayratdan tuyuqsiz telefon kelib qoldi. G'ayrat bu sizga nima bo'ldi? Kim sizga bunday qildi? Siz on degan gapingiz bo'yicha men bankadan pulni elib, endi chiqishim bilan 3-4 odam kelib, 46 beshimga kirgizib bilan mashina sab mushaga akab qo'ydi. Shunchalik tez qochib chiqdim.